toshkentliklarni srochno qoch dedi yoki hozir ballar seni keladi o'ldiribman nimadir qilib tashlaydi. Men 1500 ga tiqishadi. Tiqsa tiqaversin. O'zimcha duxumni ko'rsatib qo'ydim. Hozir siz yuqoridagi videoni ko'rib asabingiz buzilgani aniq. O'zining Instagram sahifasiga video joylab bir nechta fuqarolarni haqoratlagan qiz bugun sayyor sud majlisida qilgan ishi uchun javob beradi. Ma'lum bo'lishicha, huquqbuzar qiz 2000-yilda tug'ilgan poytaxtimizdagi universitetlarning birida tahsil olishi aytildi. Huquqbuzarni bunday video chiqarishiga nima sabab bo'ldi? Bu video juda eski edi, bir oy oldin olingan edi. Achchig'im chiqqani uchun men o'ylamasdan gapirib qo'ydim. Keyin men istoriyaga 5 minutga qo'yganman. Keyin udalit qildim, lekin men Toshkent xalqini so'kmoqchi emas edim, men taksichilarni so'kmoqchi bo'ldim. Ko'chada yurgim kelgan, hammasi eshak. Aniqlik kiritilishicha, dastlab huquqbuzar qiz va taksi haydovchisi o'rtasida kelishmovchilik yuzaga kelgan. Men uydan chiqdim, Yunusoboddan taksist mendan so'radi, "Qatlisiz Shevangiz cho'ta Toshkentlik Shevaga o'xshamayapti." Men aytdim, "Asli men Surxondaryodaman, 20 yildan beri biz Toshkentda turamiz" dedim. Bilganidan keyin u haqorat boshladi. Storiyamni ochdim, video boshladim. Toshda mana shunaqa situatsiya bo'lyapti. Sud majlisida huquqbuzar qiz istiqomat qiladigan mahalla fuqarolar yig'in raisi ham ishtirok etdi. Bu shu domida ham Toshkentlik bu, mahallada ham Toshkentlik bu. Endi bu gaplarga ko'pchilik chidab tura olmaydi. Boshqa qaytarilmaydi unaqa narsa. Men rostdan ham kechirim so'rayman xalqdan. Men uchun juda katta dars bo'ldi. O'zimcha duxumni ko'rsatib qo'ydim. Xo'sh, huquqbuzar qizga qanday jazo tayinlandi? O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 183-moddasi bilan ayblib topilsin hamda unga ushbu modda bilan 10 sutka ma'muriy qamoq jazosi tayinlansin. Tayinlangan jazo muddati 2025-yil 10-fevral kunidan boshlab hisoblansin. Ko'z yoshlar sizni javobgarlikdan xalos etmaydi. Hech qachon birovni haqorat qilmang, aks holda bu ishingiz sizni ham panjara ortiga yetaklashi mumkin.